Assalomu alaykum hammaga akalar. Yana tekat yo'limiz tayyor bo'ldi. Buni biz yasaganmiz, buni biz yasamaganmiz. Bu shu firmadagi bolalar yasashgan, turli listda bo'lgan, moshnika to'lagan. Buni tevasiga yasashimizga asosiy sabab bu yerda yongan ko'mir. Bu yerda bitta, ikkita, 3 ta adashmasam, 3 tadan keyin chiqadi. Bu o'zida ko'p ushlab qoladi, lekin baribir ko'p chiqdi tevaga behuda chiqib ketib qoladi. Shuni oldini olish maqsadida buni yasalgan. Ko'rishinglar mumkin, ichida pareylari va ichida profildan yasalganda, xullas. Sistemani boshqa videoda ko'rsataman uni. Xullas, katta yo'limiz shunaqa holatda. Kimga kerak bo'lsa, nomerlar pastda yozilgan, xudo xolasa bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nalichkada paka bu turibdi. Buni ertaga yo o'rnatib yuboramiz yoki kimga nasib qiladi, xullas. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Talak bo'sh esdan chiqmas.